Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarlar qissalarini boshlab, mana Odam alayhisalomni yaralganiga kelib tugatgan edik. Kechagi suhbatimizni bugun inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Kechagi suhbatimizning xulosasi shu ediki, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yaratib, umurtqasini silab, qiyomatgacha yashaydigan odamlarni ruhini yaratdi dedik. Va ana shu qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni yaratib bo'lib, mana bularni dedi Alloh taolo do'zax uchun yaratdim va ana ularni jannat uchun yaratdim deb belgilab qo'ydi. Shunda sahobalardan biri so'radiki, "Ya Rasululloh, biz hali dunyoga kirmasimizdan turib, jannati yoki do'zaxligimiz ruhli holatimizda belgilanganmi?" deganda Rasululloh ha deb javob berdi. Unda amal qilib nima qilamiz? Kitobimizga suyanib o'tirsak bo'lmaydi bu. Deganda Rasululloh aytdi: "I'malu kullun muyassarun lima xuliqalah." Amal qilinglar, har bir kishini qayoqqa borishligi ana shu uni qilayotgan ishlardan bilinadi. Jannatiy bo'lib yozilgan bo'lsa, jannatiy ishlarni qilishiga oson bo'ladi. Do'zaxiy deb yozilgan bo'lsa, do'zaxiy ishlarni qilishiga oson bo'ladi. Demak, insonni qayoqqa borishligini Alloh azza va jalladan boshqa hech kim bilmaydi. Insonda ixtiyor bor. Sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat amali ahlini qilib yuradi. Jannatiylarda amalini qilib yuradi, lekin kitob o'zadida umrining oxiriga borganda bitta gunoh qilib jahannamga ravona bo'ladi. Va sizlardan bir kishi bir umr jahannam ahli amalini qilib yuradida, u bilan jahannam o'rtasida bir ziro masofa qolganda bitta solih amalni qilib shu bilan jannatga kirib ketadi. Ya'ni hech kim qayoqqa borishligini bilmaydi, Alloh azza va jalladan tashqari. Demak, siz bilan bizda ixtiyor bor. Ixtiyorimiz bilan Alloh taolodan taqvo qilsak, mana farishtalar, jinlar, insonlar, hayvonlar. Inson mana shu hayvonlar bilan farishtalar o'rtasida yaralgan. Farishtalarda aql bor, ixtiyor yo'q. Ular gunoh qila olmaydi. Hayvonlarda ixtiyor bor, lekin aql yo'q. Insonda ikkalasi ham bor. Aqli ham bor, ixtiyori ham bor. Inson mana shu gunoh qilishlik ixtiyori bo'lib turib, o'zini mana shu ixtiyoridan man qilib, gunoh qilmasdan Allohga ibodatda to'laydigan bo'lsa, aqli bilan, bu ana shu farishtalardan balandroq darajada bor. Chunki gunoh qilishlik imkoniyati bo'lib turib, gunoh qilmayapti. Endi mana shu ixtiyori bilan, aqli bilan gunohni tanlab qoladigan bo'lsa, hayvondan past darajada bo'ladi. Chunki hayvon aqli yo'q, gunoh qilmasa, inson aqli bo'lib turib ixtiyori bilan gunoh qiladi. Demak, insonga ixtiyor ham berilgan, aql ham berilgan. Mana Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yaratib, farishtalarga va iblisga ham Allohga, Odam alayhisalomga sajda qilishlikka buyurdi. Musta'id billah va laqad xalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Vaqtiki Alloh taolo mana dar haqiqat sizlarni yaratdik, so'ngra sizlarga surat berdik, so'ngra farishtalarga, odamga sajda qilinglar dedik. Bas ular sajda qildilar, faqat iblis bosh tortdi va sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Alloh iblisga senga buyurgan vaqtimda seni sajda qilishlikdan nima to'sdi? Odam alayhisalomni xalifa deganda bir marta aziz qilgan edi. Qo'li bilan yaratganida ikki marta aziz qilgan edi. Aksi urganda, Rohimaka Robbuy deganda 3-marta aziz qilgan edi. Yana ruhidan kirgizgan paytda aziz qilgan edi. Endi Alloh taolo sajda qilishlikka buyuryapti. Farishtalarga. Odam alayhisalomni hurmat qilishlik yuzasidan bu ibodat sajdasi bo'lgan emas, ikrom sajdasi, hurmat sajdasi bo'lgan. Demak, Alloh taolo farishtalarga sajda qilishlikni buyurgandek, iblisga ham sajda qilishlikka buyurdi. Shunda iblis aytdiki, "Qala ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin." Men undan yaxshiroqman dedi, sajda qilmaganligini sababini aytib. Uni turpoqdan, loydan yaratding, meni o'tdan yaratding. Mana shu joyda birodarlar, hamma gunohlarda asli mana kibr deb aytadi ulamolar. Chunki insonning qalbida kibr bo'lgandan keyin asta-sekin gunoh qilishga o'tadi. Har qaysi odam mana aytganmiz, hali kervozlik degan darsimiz o'tganimizda, o'zini ro'parasidagi turgan odamdan qaysidir bir tomonlarni ustunda biladi, ro'parasidagi odamdan o'zini albatta balad deb biladi. Yo puli ko'p, yo aqli ko'p, yo kuchi ko'p, albatta nimangizdir balad nazaringizda. Iblis ham o'zi haqida shunday fikrda edi. Men undan yaxshiman dedi.
Birodarlar, Allohning huzuriga borganda bilamiz kimdan yaxshiligini. Inna akramakum indallohi atqakum. Ilmlilar ham demadi Alloh. Allohning huzurida hurmati balandinglar, Allohdan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Iblis jannatga kirgan edi. Lekin ana shu kibr degan kasal bor edi. Mana jannatda turib ham gunoh qildimi iblis? Gunoh qildi. Bandalarini Alloh taolo jannatga kirgizganda mu'minlarni birini darajasi albatta ikkinchisinikidan farqli bo'ladi. Mana hadislarda keladi, jannatda 100 etaj deyilgan. Insonlarda qilgan amallariga qarab ana shu joy belgilanadi. Hadislarda keladi. Bir qoriga Qur'on yodlagan kishiga jannatga eshik tagida o'qing deyiladi. Qur'on o'qishlikni boshlashligi bilan darajasi ko'tariladi-da, oxiriga yodlagan oyatiga to'xtaganda shu yetgan joyi shuga kiriladi. Demak, Qur'on yodlashlikka haris bo'lishimiz kerak. Demak, jannatiylarda darajalari har xil belgilanganda, pastda turganlar tevadagilarni baribir havas qilar ekan ozgina. Bar ko'proq tekkanda ularga degan. Lekin birodarlar, jannatda bunaqa muammo bo'lishi kerak emas. Jannat haqida o'zi inshaalloh mana qadr kechalari kelyapti, shu to'g'rida gapiramiz inshaalloh. Batafsilroq. Jannatda muammo bo'lmaydi birodarlar. Hattoki bir birodaringiz uyga borib turib kirmoqchi bo'lsangiz, po'sh bo'lib turing deyish kerak ahliga. Shundaymi? Ayol kishilar ko'rmaslik uchun shu ham bir mushkulami dunyodagi? Jannatda bir jannatida Alloh taolo huri bilan o'tirgan bo'lsa, ikkinchi birodari kiraveraymi deyishligi ham muammo birodarlar. Shunda kirib kelishligi kerak. Alloh qanday hal qilib qo'ydi buni? Ana shu huri o'zini hojasiga ko'rinar ekan, boshqa hech kimga ko'rinmas ekan. Havas qilar ekan. Havas qilib menda ozroq bo'lib qoldi demaslik uchun Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Jannatga kirganlarda qalbidan bir-biriga nisbatan bo'lgan g'illag'ashlikni chiqarib tashlaymiz. Yaqin do'st, birodarlar qatorida bir-biriga qarab o'tiradi deydi. Onaniki menikidan yaxshi degan narsani olib qo'yar ekan Alloh taolo. Har kim o'zini topgan joydan rozi bo'lar ekan. Iblis kirgan edi jannatga, lekin baribir ana shu kibri bilan birga kirgan edi. Alloh taoloning taqdiri bu yog'ini aytsangiz. Men undan yaxshiman dedi, Alloh taolo o'zi biladi kim yaxshiligini. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishlikdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo uni jannatdan haydab chiqardi. Fahbit minha fama takunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Bas jannatdan chiqqin. U yerda senga kibr qilishlik lozim bo'lmaydi. Chiqqin, albatta sen sog'irlardan, pastlardansan deb Alloh taolo xor qildi uni. Iblis mana shu o'rinda gunoh qildi. Gunoh qilganligini tushundi, lekin tavba qilmadi. Balki o'jarligida davom etdi. Chunki kibr bor uning qalbida. Anzirni al ila yawmi yub'asun. Parvardigor, meni qiyomatgacha o'ldirmagin. Ya'ni meni o'ldirmagin dedi. Innaka minal munzarin. Albatta sen qiyomatgacha, ma'lum bir vaqtgacha o'lmaydiganlardansan degan Alloh taolodan o'lmaslik xatini olgandan keyin Allohga ahd berdi, so'z berdi. Hammana do'sti bor, dushmani borda nazarida. Birodarlar, shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Iblis Allohdan mana shu muhlatni olgandan keyin, o'lmasligiga va'dani olgandan keyin aytdiki, seni to'g'ri yo'lingga o'tirib olaman. Mana shu odamni deb jannatdan quvildimmi? Mana shu odamni deb mana shu jannatdan chiqdimmi? Uni o'ng tomonidan, chap tomonidan, oldilaridan, ortlardan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman. Oqibatda odam farzandlarini ko'pchiligini vala tajidu aksarahum shakirin. Juda ko'pchiligini shukr qilmayotganligini topasan dedi. Shayton gapiga javob beryapti birodarlar. Odamlarning ko'pchiligi Allohga shukr keltirmay yashayapti. Biz faqat ibodatni tushunmaylik shukr keltirish deganda. Allohning bergan kuniga rozi bo'lishlik, shukr keltirishlik. Hattoki ko'pchilik namozxonlarimizda mana shu sifat kam topiladi. Namozini o'qiydi, shikoyat qilaveradi hayotidan. Issiq bo'lib ketdi, sovuq bo'lib ketdi, qimmat bo'lib ketdi, arzon bo'lib ketdi. Allohning bergan kuniga rozi bo'lib yashashlik shukrning kattasi emasmidi? Ibodatda qoyim bo'lish shukr qilishning kattasi emasmidi? Shayton ana shu kundan boshlab jannatdan quvildi va Odam va alayhissalomga dushman bo'ldi. Alloh taolo mana shu so'zidan keyin ukhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Jannatdan la'natlangan, xor, past bo'lgan holda chiqqin.
senga ergashganlar bilan jahannamda to'lg'izaman deb Alloh ham va'da berdi. Innaka la tuxliful mi'ad deymiz duoda. Parvardigor, sen hargiz va'dangga xilof qiladigan zot emassan. Ularni ovozlaring bilan, hiylalaring bilan, qo'lingdan kelgan hamma vositalar bilan chorlagan, ularni mol dunyolarida, farzandlarida sherik bo'lgan, ularga yolg'on va'dalarni bergan. Shayton insonga faqat g'ururni, yolg'on, bo'lmag'ur narsalarni va'da beradi. Mana mol dunyosida, bola chaqasida sherik bo'lgan deyapti. Musulmon odamga sunnat bo'ladi. Ayoliga yaqinlik qilganda, ovqat yeganda Allohning ismini zikr qilishlik. Mana shu ikki o'rinda shayton siz bilan bizga sherik bo'ladi, birodar. Mana kattalarimizdan eshitardik. Semiz shayton bilan arvoh shayton uchrashib qolgan ekan. Kattalarimiz biladi buni. Birodarlar, bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis ekan bu. Keyingi davrlarda bir ilmda aslidan bu uzoqlashib ketganligimizda rivoyat qatori qolib qolavergan ekan bu ma'lumot, lekin hadis ekan. Ana shu semiz shayton bilan oriq shayton uchrashadi hadisda kelishicha. Oriq shaytondan semiz shayton so'raydi, "Nimcha ozib ketding, nimcha to'zib ketding?" Ha, menga biriktirilgan odam deydi. Men biriktirilgan odam yeganda bismillah deydi. Qo'limdan ovqatim tushadi. Kiyganda bismillah deydi. Yalang'och qolaman. Uyga kirganda bismillah deydi, eshik tagida qolaman. Sen nimcha semirib ketding? Xuddi shuni aksi. Yeyotganda bismillah demaydi, teppa-teng yeyman. Kiyayotganda bismillah demaydi, teppa-teng kiyaman. Ayoli yaqinlik qilganda bismillah deb teppa-teng sherik bo'laman deydi. Demak, birodarlar, bismillah eng kamida, bismillahirrohmanirrohim deyishga charchayotgan bo'lsa, eng kam qisqasi bismillah. O'zi har bitta o'rinda sunnat bo'lgan ma'sur duolar bor. O'sha yaqinlik qilayotganda, ovqat yegandagi, ovqat yeyishdan oldin, yotayotganda, turganda, kiygandagi duolar bor. Bilamizmi shularni? Demak, shayton mana shu ikkita narsada sherik bo'ladi insonga. Mol dunyosida va farzandlarida. Shaytonni mana shu qilgan osiyligi Alloh taologa qilingan birinchi isyon, birinchi gunoh shu bo'ldi. Demak, birinchi gunoh kibr bo'ldi. Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelyapti-ki, "Ya Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalarnikidaqa bo'lishini xohlamayman. Chiroyli bo'lib turishini xohlayman. Shu kibrmi?" deb so'raganda payg'ambarimiz, "Yo'q, kibr bu kibr emas" dedi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedi. Kibr haq so'z aytilganda xo'p deb unamaslik va odamlarni mensimaslik dedi. Haq so'z, Allohning so'zi bo'ladi, shayton unamadi, Odam alayhisolamni nima qilmadi? Mensimadi. Aytayapmiz, hamma o'zining ro'parasidagi odamdan balad deb biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida, Rasululloh tirik paytida muhojirlardan birini quli, ansorlardan birini quli bilan suv talashib urushib qoladi. Ya'ni muhojirlar, ansorlar bu insonlarning eng bir afzal toifalari. Rasulullohning yoniga bir tayoq bo'lgan kishilar, yordamchi bo'lgan kishilar. Shunda haligi ansorning quli "Ya alal ansor" deydi. "Ey ansorlar" deydi. Muhojirlarning quli "Ya alal muhajirin", "Ey muhojirlar" deb turib, Makkaliklar Madinalarda tarkashlik o'tib qolishadi. Kimlar bular? Sahobalar bular. Rasululloh tirik turgan davrdagi sahobalar. Shunda munofiqlarga bo'p berdi. Ana shu Abdulloh ibn Ubay aytdiki, "Ana, ko'rdinglarmi?" dedi. Fursatdan foydalanishni qarang, fursatdan foydalanishdi. Bu muhojirlar hech narsasi yo'q, qiyb-qizil gaday bo'lib Makkadan kelganda bag'rilarga oldilar, joylarni berdilar, ovqatlarni berdilar, uylarni berdilar. Mana endi o'zingizlarga dab qilyapti deb turib, munofiqlarga nima bo'ldi? Bahona bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez yetib keldida, "Da'uha fa innaha mumtina" dedi. Bu tarafkashlikni, millatchilikni qo'yinglar. Albatta bu dedi, juda bir xunuk narsa dedi. Men sizlarning ichingizda turib shunga qilasizlarmi dedi. Mendan keyin bir-biringizlarni bo'yningizga qilich uradigan kofirlarga yonib ketmanglar dedi. Asli nima? Kibr. Arablarni dushmanlar aldashdi. Sizlardan payg'ambar chiqqan, oxirgi payg'ambar sizlardan chiqqan, islomni dunyoga tarqatgansizlar, sizlar azizlarda arablar arabligi bilan faxrlandi. Turklarga keldi dushmanlar, turklarga aytishdi: "Aslar Usmonli turklar,
sizlar mononcha yil imperiya bo'lib turgansizlar, dedi, turklarni tashlaga olib chiqib shotini olib qo'yishdi. O'zbeklarga kelishdi. Sizlardan Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan, Palonchilar chiqqan dedi, bularni ham qo'ltiga so'pirib tashlaga chiqarib shotini olib qo'yishdi. Endi bunisi men Buxoriyman deb turibdi, bunisi men turkman deb turibdi, bunisi men Qurashiyman deb turibdi. Lekin eslasin-da shular. Bularni nima aziz qilgan edi? Kim edi bular? Arablar kim edi-yu? Turklar kim edi? Bu o'zbeklar kim edi? Dini bo'lmaganda hech narsaga arzimaydigan xalqlar emasmidi? Din ko'tarmaganmidi bularni? Dinni muhmal tashab qo'ygandan keyin Alloh bergan kunni ko'rishyapti. Demak, dinni biz yo'lamaymiz, birodarlar. Bu dinni tabiat shunaqa ekanki, dinni mahkam ushlagan xalqni din o'zi bir yuksallikka, azizlikka olib chiqaverar ekan. Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Odam alayhissalom yalang'och edi, keyin hashiyada bayladi, keyin anaqa bir kalta ko'tarib yurdi degan gaplar, birodarlar, bu haligi maymundan yaraldi deganlarning gapi bu. Ularni bilmadik, lekin biz otamiz Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Kiyimli bo'lib yaraldi. Alloh taolo hamma narsani o'rgatib birdaniga olim qilib yaratdi. Mana Odam alayhissalomga Alloh taolo ilmni o'zi o'rgatdi. Shis alayhissalom otasidan shu payg'ambarlikni ilmlarni oldi, lekin hammasini olib qola olmadi. Sabab Shis alayhissalom nimaga hammasini olib qola olmadi desa, odamdan odam dars oldi. Shuning uchun hammasini olib qola olmadi. Odam alayhissalom Alloh taolo biling dedi, biluvchi bo'ldi. Yer yuzida hali Odam alayhissalomdaqa ilmga ega bo'lgan odam bo'lmaydi, birodarlar. Va allamal adama asma kullaha. Jamiki narsalarning ismlarini Alloh taolo Odam alayhissalomga o'rgatdi. Biling dedi, bo'ldi, bildi. Lekin Shis alayhissalom nima qildi? Ustozdan shagird o'rgangandaqa o'rgandi, shuning uchun hamma ilmni olib qola olmadi. Birinchi kunidayoq hamma narsalarni bildi. Odam alayhissalomni Alloh taolo tiriltirib, farishtalarga borib, ana bu farishtalarga borib, assalomu alaykum deng dedi. Demak, bu salomni kim o'rgatibdi? Assalomu alaykum dedi. Odam alayhissalomning gapirgan tili arab tili deydi. Bu ana shu sahih hadislarda bunga bir hujjatlar bor. Va alaykasallam va rahmatulloh deb farishtalar javob berishdi. Shunda Alloh taolo, ey odam, bu seni tahiyyin va zurriyotingning tahiyyasi dedi. Demak, qalaysan emas. Assalomu alaykum. Bu ana shu jannatlarda tahiyyasi hisoblanar ekan. Alloh taolo nimani o'rgatdi? Ibn Abbosni keltirgan mana rivoyatlarida Alloh taolo Odam alayhissalomga osmon yerdagi hamma narsa, tog', daraxt, tosh, hayvon, suv, osmon, yer, hamma narsani yer yuzida bormi shu narsani hammasini atini biladigan. Bizga bitta tosh ko'rsatsa, biz tosh deb bilamiz. Lekin uni qanaqaligini mutaxassislari biladi. Bu daraxt deymiz. Biz hamma daraxt atini bilmaymiz. Odam alayhissalom hamma daraxt atini bilgan. Bizi otamiz shunaqa olim bo'lgan, birodarlar. Bizi otamiz shunday bir bilimdon bo'lgan. Bizi otamiz aziz bo'lgan. Allohga qulchilik qilgani uchun aziz bo'lgan. O'z-o'zidan aziz bo'lib qolgan emas. Ulamolardan biri aytadi, inson o'zini Allohning ibodatini qilishlikdek ish bilan boshqa o'rinda aziz qila olgan emas. Inson o'zini aziz qilmoqchi bo'lsa, Allohning ibodatini qilsin. Bundan ortiqcha azizlik bo'lmaydi. Endi inson o'zini xor qilmoqchi bo'lsa, Allohga osiy bo'lsin. Undan ortiq xorlik bo'lmaydi insonga. Va allamal adama asma kullaha thumma aradahum alal malaika va qol anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sodiqin. Farishtalar nima deyishgan edi? Alloh taolo xalifa yarataman deganda. Yarata olsin, kim yaratsa ham baribir biz bilimdonroq bo'lamiz, biz aqlli bo'lamiz, Allohga yaqin bo'lamiz deganmidi? Alloh taolo Odam alayhissalomga ana shu narsalarning ismlarini o'rgatib turib, farishtalardan so'radi. Sizlar shunaqa bilog'on bo'lsanglar, ya'ni farishtalar ham o'ziga nima qildi? Baho berishib qo'ydi. Bizga Alloh baho bersin. Ular aytishdiki, qolu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Parvardigor, sen o'rgatgandan boshqa narsani bilmaymiz. Albatta sen biluvchi bo'lgan zotsan dedi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Ya Adam anbihum bi asma'ihim." Aytib qo'y bularga dedi. Nechinchi marta? 6-marta arz qilyaptimi? Ilmni ham berib qo'ydi. Shuncha yil Allohning ibodatini, xizmatini qilgan farishtalarga bermagan ilmni berib, ularda oldida bilimdon ham qilib qo'ydi otamizni. Demak, Odam alayhissalomning o'rgangan narsasi ilm bo'ldi. Ilmga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi.
Falamma anbahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu g'aybas samawati val ard va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun. Ularga ana shu narsalarni ismlarni aytib bergandan keyin Alloh azza va jalla farishtalarga aytdi: "Axir men sizlarga aytmaganmidim? Men sizlar bilmagan narsalarni, sizlar berkitgan narsalarni, g'oyib osmondagi narsalarni hammasini biluvchiman deb aytmaganmidim?" dedi. Alloh farishtalardan ilm bilan Odam alayhisolamni aziz qildi. Oyatlarda tushunmaymiz agar mana shu qissalarni o'rganmasak. Sababi nuzullar bor, ularni o'rganmasak Qur'onni tushunmaymiz. Payg'ambarimizning tarixi, payg'ambarlarning tarixi bularni o'rganmagunimiz uchun Qur'onning katta qismidan bexabar qolib ketamiz. Odam alayhisalom jannatda bir muddat yolg'iz yashadi. So'ngra Odam alayhisalom uxlayotgan paytda chop qovurg'alardan bittasini olib Alloh taolo Havvoni yaratdi. Astagfiru billah. Ya ayyuhan nasu taqullohallazi xalaqakum min nafsin wahida. Sizlarni bitta nafsdan yaratgan Allohdan qo'rqinglar ey insonlar deyapti. Bitta nafsdan. Demak, ayol kishini Havvo onani inson Odam alayhisolamning chop qovurg'asidan olib yaratdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, ayol kishini to'g'rilayman deb harakat qilmagan. Chunki u qiyshiq qovurg'adan yaralgan. To'g'rilayman desang sindirib qo'yasan. Tek qo'ysang qiyshiqlikcha qolaveradi dedi. Demak, siz bilan biz aytgandaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan ekan. Abu Bakr Siddiq bir shapaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib tutgan ekan. Ya'ni Oysha onamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb zotga qarab turib, "Siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiring" deyapti. O'shuning uchun payg'ambarimiz aytgan, "Xayrukum lil ahliya va ana xayrukum lil ahliya." Sizlarning ichingizda eng zo'r kishilaringlar ayollariga yaxshi muomala qilganinglar dedi. Endi men sizlarning ichingizda ayollarga yaxshi muomala qilganlarni eng yaxshisi menman dedi. Bizda ayolga yaxshi muomala qilish nimani belgisi bo'lib qo'ygan? O'g'il bolalar. Bu payg'ambarimiz aytayapti bu narsani. Ayolingga yaxshi muomala qilgin deydi. Odam alayhisalom uyg'onib qarasa, yangi bir maxluq turibdi. Kimsan dedi. Dedi, ayolman dedi. Nimaga yaralding? Seni jufting bo'lish uchun dedi. Shunda farishtalar Odam alayhisalomni sinamoqchi bo'lib, kim bu deb so'raganda Havvo deb javob berdi. Nima uchun Havvo? Chunki tirik narsadan yaratilgan. Qovurg'adan yaratilgan. Mana Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda quyidagi ma'nolar bor. Ana shu ayollarga yaxshilik qilinglar, qiyshiq qovurg'adan yaralgan, to'g'rilayman desa sindirib olasizlar, tashlab qo'ysanglar qishligicha qolaveradi. Ayollarda ko'proq aql emas, otifasi boshqaradi. Mana sahih hadislarda keltirilgan Havvo onadan keyin yaralgan ayollarning eng go'zali Sorra deyiladi. Ya'ni dunyoda yashagan ayollarda, dunyoda yaralgan ayollarning eng chiroylisi Sorra. Kim ayoli edi? Ibrohim alayhisalomdi. Nima uchun? Nima uchun Havvo onadaqa chiroyli emas? Chunki jannatda yaratilganda. Jannatda xunuk narsa bo'lmaydi, birodarlar. Va qulna ya adam uskun anta va zawjukal jannata fakula minha ragadan haythu shi'tuma va la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh zolimin. Subhanalloh, Alloh taolo Odam alayhisalomga aytdi: "Ey odam, sen va ayoling mana shu jannatda xohlagan joylarda xohlaganda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar. Mana shu daraxtdan yemanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar." Va aytdi yana: "Inna hada aduvun laka va li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha va la tara va annaka la tazma'u fiha va la tadha." Bu bitta daraxt dedi. Bu bitta dushman dedi. Ya'ni oddiy narsa, ikkita narsa. Bu dushmaning dedi. Seni va ayolingni jannatdan chiqarib olmasin dedi. Jannatda och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, qiylamaysan dedi. Endi qarab turing. Holat shu. Bitta man qilingan daraxt, bitta dushman, jannatda hech qanday muammo yo'q.
Och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, boshqa narsa bo'lmaydi. Endi iblis Odam alayhisalomni aldab qo'ydi. Nima bilan aldadi deng? Nima bilan aldadi? Kerakmi unga u narsa? Har xil rivoyatlar bor, iblis jannatdan chiqib ketgandan keyin kirganligi hali tovus qonatida, ilonni ichida, vallohu alam kayfiyatini, lekin Alloh taolo izn berdi, Odam alayhisalomni imtihon qilish uchun kirdi iblis. Kirdida ularga aytdi. Astagfirullah, ma nahakuma robbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakayn aw takuna minal khalidin va qasamahuma inni lakuma la minan nasihin va dallahuma bighurur. Ana akalar o'sha yerda boshlandi. Kelib aytdiki, bilasizlarmi Robbinglar nimaga mana shu daraxtni mevasini yemanglar dedi sizlarga. Sizlarni farishta bo'lib qolmasliklarini xoladi yoki abadiy yashaydiganlardan bo'lishlarini xolamadi. O'shuning uchun yema dedi. Boshqa oyatlarda keladi, sizlarga abadiy mulk va abadiy hayotni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri. Jannatda bo'lsang, abadiy mulkni nima kerak bor degan keladi-da. Pulni nima kerak bor u yerda? Jannatda bo'lsang, o'lim yo'q bo'lsa, abadiy hayotda nima kerak bor? Kerakmi shu ikkita narsa? Hayotda ham qarangda, oshcha narsa ham kerak emas o'z odamga. Mana roza tutyapmiz, ba'zida uxlab qolsak, yo'ryapti hech narsa bo'lmagandek. Bir mahal ovqatlansak ham kunimiz bo'lar ekan, o'taverar ekan. Demak, oshchasi birodarlar, u oshcha joyga borar ekan. Ovqatda oshchasi kerak bo'lmagandek, dunyoda ham oshchasi kerak emas o'zi. Nima kerak? Tom kerak, kiyim bosh kerak, bitta mashina kerakdir, kunlik tirikchiligingiz kerak. Oshchasi nima kerak bor? Buzuq bo'pti, yerdagi odamlarimiz necha ming yil o'tib ketdi, shaytonimiz aldab qo'yapti. Otamizni qanaqa qilib oldigan ekan? Alloh azza va jalla aytib qo'ydi, "Mana dushmaning" dedi. "Mana jannat" dedi. "Mana daraxt" dedi. Hozir ko'payib ketgan endi. Lekin subhanalloh, insonning aqli noqis ekanda, ojiz ekanda. Ali mamnun marg'ub degan so'z bor. Man qilingan narsa doim jozibador bo'ladi-da. Mumkin emasmi shu qanaqa ekan degan narsani shayton nima qilaveradi? Yaxshi emas. Aytib qo'yaylik. Alloh qilma dedimi, demak yaxshi emas. Ming chiroyli qog'ozga o'rab, chiroyli upakovka bilan chiroyli reklama qilib berayotgan bo'lsa ham yaxshi emas u narsa. Odam alayhisalom ana shu man qilingan daraxtni yedi, kiyimi yo'q bo'lgandan keyin Odam va Havo yalang'och bo'lib qolishdi. Ungacha birodarlar, kiyimi borda Alloh taolo bergan. Avratlari yopilib turar edi. Kiyimlar yalang'och bo'lib, yo'q bo'lib, yalang'och bo'lganda qochib qoldi Odam alayhisalom. Jannatda qochib qoldi. Shunda Alloh taolo, "Ya Adam, atafirru minni", "Ya Odam, mendan qochyapsanmi?" degan ekan. Esa Parvardigor uyalganimdan qochyapman degan ekan. Demak, hayo iymonning belgisi. Hayo iymon shoxchalaridan bitta shoxcha. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda "Laula Havo lam takun unsa zawjaha". Agar ayoli bo'lmaganda Odam alayhisalomga nima qilmas edi? Shunday mushkuli bo'lmas edi. Birinchi mana Havo yedi deyiladi, keyin Odamga taklif qildi, Odam yedi deyiladi. Odam alayhisalom qilgan xatosini tushungandan keyin Robbisiga duo qildi. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin. Parvardigor, biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang va bizga rahming kelmasa, albatta biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolarmiz. Alloh azza va jalla hukm qildi. Ihbitu min ba'dukum li ba'din aduwwun va lakum fil ardi mustaqarrun va mata'un ila hin. Jannatdan chiqinglar haminglar. Biringlarga dushman bo'lgan holatda. Albatta yer yuzida vaqtincha yashaydigan joy sizlarga dedi. Esimizdan chiqmasin akalar. Ilahin deyapti, ma'lum bir vaqtgacha yashaysizlar deyapti. Bar chiqib ketamiz dunyodan. Astronomiyada o'tiribmiz. Kimiki burun, kimiki keyin keladi, hamma chiqib ketamiz, lekin chiqib ketishimizni esdan chiqarib qo'yganda ko'p xatolik yo'l qo'yib qo'yamiz. Qala fiha tahyawna va fiha tamutuna va minha tukhrajun. Yerda yashaysizlar, yerda o'lasizlar va yerdan qaytadan tildirib chiqarib olamiz sizlarni. Alloh taolo Odam alayhisolamga tushirdi va kalimalarni o'rgatdi, Osiyni duosini kechirdi. Odam ham gunoh qildi, iblis ham gunoh qildi. Farqi nimada bo'ldi? Odam tavba qildi, iblis o'jarlik qildi. Shuning uchun la kabira ma istig'for va la saghira ma isror. Ulamolar aytadi, istig'for bo'lib tursa katta gunoh ham qolmaydi.
Lekin o'jarlik qilinsa, kichkina gunoh ham qolmaydi, kattaga aylanib ketadi. Demak, Alloh taolo istig'for qilishlarni yaxshi ko'radi. Ibn Abbos rivoyatlarida keltiriladi, Odam alayhisalom Hindga tushdi, Havo Jiddaga tushdi, Arafotda uchrashishdi. Shuning uchun Arafot deyiladi ana shu joy, tog'ning ismi, joyning ismi. Ya'ni bir-birini nima qilishlik? Tanishlik yoki uchrashlik, topishlik. Hadislarda keladi, Odam va Havo yerda yashab ko'paydilar. Imom Tabariyda keltirishicha, Havo 40 ta bola tug'ib berdi. 20 marta tuqqan ekan. Har tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan. Bu Imom Tabariyda kitobidan olingan. Birinchi farzandlari Qobil va Qulaym. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan ekan. Qobil va Qulaym ana shu oxirgi farzandi Abdul Mug'is va Ummul Mug'is deb keltirilgan ekan. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan har safar. Ibn Hibbondan keltirilgan Abu Zar G'iforiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Rasullarning avvali kim deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam dedi. Abu Zar G'iforiy nabiy va rasulmi deganda ha deb javob berdi. Demak, Odam alayhisalom o'zining farzandlari uchun ham payg'ambar, ham nabiy o'rnida bo'lgan birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu yer yuzida qilingan birinchi gunoh Qobil qissasi va agar ulgursak Shis Idris alayhissalomlarning qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va alihi vashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarlar qissasini o'rganishda davom etar ekanmiz. Bugun inshaalloh Odam alayhissalomni yerga tushgandan keyingi bo'lgan hayotlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimiz inshaalloh vaqtimiz yetsa Odam alayhissalomning hayoti, vafoti, Qobil qissasi, Shis va Idris alayhissalomlarning qissasini gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh azza va jalla ma mana'aka an tasjuda idza amartuk. Alloh subhanahu va taolo iblisga: "Ey iblis, senga buyurgan paytimda odamga sajda qilishlikdan nima to'sdi?" deb so'radi. Iblis: "Men undan yaxshiman. Ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin." Meni o'tdan yaratding, odamni turpoqdan yaratding. Alloh taologa qilingan birinchi osiylik mana shu kibr bo'ldi. Shuning uchun ulamolar aytadi, mana Odam alayhisalom ham gunoh qildi ana shu man qilingan mevani yeb qo'yib. Iblis ham gunoh qildi. Ikkalasi gunoh qildi, ikkalasi osiy bo'ldi Allohga. Lekin Odam bilan iblisning farqi shunda bo'ldiki, iblis o'jarlik qildi, tavba qilmadi, Odam alayhisalom tavba qildi. Shuning uchun ulamolar aytadi, la saghirata ma'a isror va la kabirata ma'a istig'for. Ya'ni inson o'jarlik qiladigan bo'lsa gunoh qilib turib tavba qilmaslikdan. Tavba qilmasdan o'jarlik qilar ekan, uni gunoh har qancha kichkina bo'lsin, o'jarlik qilganligi uchun bu gunoh kichkinaligicha qolmaydi, bu katta yo'radi bu gunoh. Vala kabirata ma istig'for va har qancha gunoh katta bo'lmasin, Parvardigorga inson tavba keltirib istig'for etar ekan, har qancha gunoh katta bo'lmasin, Alloh azza va jalla kechiradi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, Robi ibn Haytham o'zini ashablariga aytadiki, kasal nima bilasizlarmi deydi. Dori nima bilasizlarmi? Shifo nima bilasizlarmi deydi. Appendisit kasal, skalpel uni dorisi, qaytib appendisit bo'lmasligi shifo topganingiz. Gunoh bu kasal deydi. Istig'for, tavba bu dori deydi. Qaytib gunohga qaytmasligingiz shifo topganingiz deyiladi. Demak, insonning gunohi har qancha katta bo'lmasin, istig'for etar ekan, Alloh taolo G'ofurur Rohim ekanligini ko'radi. Parvardigor shunday bir zot ekanligini topadi va Alloh gunohlarni kechiradi. Odam alayhissalom mana rivoyatlarda 1000 yil umr ko'rdi deb aytiladi. Mana Isroiliyotdan olingan ma'lumotlarga qaraganda Odam alayhissalom o'zini farzandlarining soni 400 mingtaga yetganligini ko'rdi degan rivoyatlar bor. Bu Isroiliyotdan. Astagfirullah va batta minhuma rijalan va kathira. Va batta minhuma rijalan kathiran va nisa. Ana shu Odam va Havvodan Alloh taolo ko'p erkak va ayollarni yaratdi. Odam alayhissalomni mana aytdik, birinchi farzandi Qobil edi. Va Qobil va Xobil qissasi Qur'onda mana Alloh taolo Moida surasida zikr qiladi. Astagfirullah vatlu alayhim naba abnay adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allohu minal muttaqin. Qobil dehqon edi. Qobil cho'pon edi. Qobilning tabiati dag'al, qattiqqo'l, berahm kishi edi. Qobil uni aksi, yumshoq tabiat,
rahmdil, ko'ngilchi kishi edi. Ya'ni cho'ponlikning xususiyatlaridan bittasi, agar cho'ponning qalbida bir rahm shafqat, hayvonga bo'lgan bir mehr bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon cho'ponlik qila olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keltirilgan, har bitta payg'ambar qo'y boqqan deydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu payg'ambarlik yoshiga yetguncha, ana shu 25 ga kirib tijorat bilan shug'ullangunga qadar cho'pon bo'lib qo'y boqqanligini, Makka ahli uchun ma'lum bir haq evaziga qo'ylarni boqqanligini o'zi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytgan. Ya'ni hayvon boqishlik hikmati insonning tabiatida halimlik, yumshoqlik, rahm shafqat degan sifatlarni tarbiyalaydi. Chunki hech qachon mo'min odam tabiat agar yumshoqlik, rahm shafqat bo'lmasa, hayvon boqa olmaydi. Och qolganini ko'rib o'tib ketavermaydi. Chanqaganini ko'rib tashab qo'ymaydi. Demak, hayvon boqishlikda birodarlar, insonni qalbida mana shu tabiatni tarbiyalashlikka bir vositalar bor hisoblanadi. Odam alayhisolamning shariatida Qobil o'zi bilan tug'ilgan qizdan boshqa har qanday qizga uylanishi mumkin edi, faqat o'zi bilan birga tug'ilgan singlisiga uylanishi mumkin emas edi. Boshqa Odam alayhisolamni aytib o'tgan darsimizda har safar Havoni tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan. O'zini singlisidan, birga tug'ishgan singlisidan boshqa har qaysi qizga uylanishi mumkin edi. Bu ularning shariati edi. Chunki o'sha zamon shunday shariatni talab qilar edi. Qobilning singlisi go'zal edi. Qobilning singlisi esa ko'p ham chiroyli emas edi. Odam alayhisalom Qobilning singlisiga uylanish kerakligini aytdi. Qobilga bu narsa yoqmadi. Odam alayhisalomning bu buyrug'idan g'azablandi, itoat qilishidan bosh tortdi. Shu kunlarda o'zida Alloh taolo mana qurbonlik qilishga buyurdi. Odam alayhisalom farzandlariga buyurdi. Allohning yo'lida qurbonlik qilinglar. Hammamiz bilgan mashhur qissa. Qobil dehqonchiligini eng sassiq, bemaza bo'lgan xunuk dehqonchilik mevalardan olib kelib qo'ydi. Qobil esa aksincha o'zini ana shu boqayotgan qo'ylarning ichidagi eng semizi, eng chiroyligini, eng sifatligini olib kelib qo'ydi. Qurbonlikda qabul bo'lganligini belgisi bir tutunsiz o'tkalardida kuydirib ketar edi. Qurbonlikni qo'yishdi, ertalab borib qarashganda Qobilning qurbonligiga o't tegmagan, aksincha Qobilning qurbonligi kuyib yo'q bo'lganligini ko'rishdi. Va shunda Qobilni ukasiga nisbatan hasad qo'zg'adi. Va shayton vasvasa qildi. Hali bu paytga kelib qotillik bo'lmagan. Ha, birorta odam o'lmagan edi ham, birorta odamni o'ldirmagan edi ham. Shunda Qobil ukasiga aytdi: "Qola la aqtulannak, men seni o'ldiraman" dedi. Ukasi aytdi: "Qola innama yataqabbalullohu minal muttaqin, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi li aqtulak, inni axafulloha robbal alamin." Men seni o'ldiraman deganda ukasi aytdi: "Agar sen meni o'ldirgani qo'lingni uzatsang, men senga qo'limni ko'tarmayman. Men Robbil alamindan qo'rqaman. Albatta sen meni o'ldirishing bilan meni gunohlarimni ko'tarib o'zingning gunohlaringga qo'shib ketasan va jahannam egalaridan bo'lasan va bu zolimlarning mukofotida ukasi shunday so'zni aytdi. Lekin shayton vasvasa qilishda davom etdi. Ukasi uxlayotgan tunlarda birida Qobil keldi, katta xarsan toshni oldi, ukasini uxlayotgan joyida boshiga urib ukasini o'ldirdi. Ukasini o'ldirdi, malomat chekdi. Nima qilib qo'yganligini o'ylab qattiq bir afsus chekdi, lekin tavba qilmadi. Shu paytgacha hali odam o'lmagan edi. Birorta inson o'lmagan edi, o'likni nima qilish kerakligini bilishmas edi. Alloh azza va jalla ana shu Qobilning oldiga ikkita qarg'ani yuboradi. Toki Alloh taolo o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Astagfirullah fa ba'athallohu g'uraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Alloh taolo ikkita qarg'ani yubordi, bir-biri bilan urushdi, biri ikkinchisini o'ldirdi. O'ldirgan qarg'a o'lgan qarg'ani oldi va oyog'i bilan yerda tutib, chuqur kavlab tashab ustiga turpoqni tortdi. Alloh azza va jalla o'zi o'rgatdi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadal g'urab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Menga voy bo'lsin, mana shu qarg'achalik bo'lmadimmi? Ukamni jussasini ko'mishga yaramadimmi? Va ziyon ko'rgan, nadomatlar ko'rganlardan bo'lib qoldi. Qobil ukasini ko'mdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytmadi. Bir gunohni qilib qo'yib turib, shu gunohdan Alloh taolo siz bilan bizni gunohni kechirishligini xohlaydigan bo'lsak, u nadomat chekishlikni o'zi kifoya qilmas ekan. Inson istig'for etishlik kerak. Ulamolar aytadi, mana tavbani qabul bo'lishining 3 ta sharti bor deyshadi.
Birinchisi, ana shu qilayotgan gunohingiz bo'lsa, to'xtaysiz. Ikkinchi sharti, ana shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymon yeysiz, istig'for aytasiz va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berasiz, inshaalloh Alloh kechiradi deyiladi. Bu afsus chekdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytib otasini oldiga bormadi. Balki o'zini singlisi, uylanishi harom bo'lgan singlisini olib, sohilga qarab qochib ketdi. Odam alayhisalom tog' yonbag'rida yashar edi. Qobil o'zini singlisini oldida dengizni bo'yiga, sohilga qarab qochib ketdi. Mana shu kundan boshlab insoniyat ikkiga bo'lindi. Yomonlar Qobil bilan, yaxshilar Odam alayhisalom bilan qoldi. Ular 1000 yillab umr ko'rardi. Qobil zurriyoti ko'paydi. Fisq, fujur, ma'siyat, bir-birini o'ldirishlik, har qanday gunoh bor edi, lekin tavhidda edi ular. Shirk yo'q edi ularda. Mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir qancha hadislarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi, fitna xususida. Ya'ni namoz o'qimasa u musulmon emas. Roza tutmasa u kofir. Zakot bermayotgan bo'lsa bu dindan chiqqan bo'lar. Shunga o'xshagan gaplarni juda osonlik bilan tilidan chiqib ketayotganlarni eshitib qolamiz. Birodalar, bir musulmon ikkinchi musulmonni ey kofir desa, hech qachon shu kofir degan so'z havoda qolmaydi. Albatta ikkisidan bittasiga yopishishligi kerak. Agar shu kofir degan so'z, shu sifat ro'parada aytilayotgan odamda bo'lsa, shu sifat borib yopishadi. Agar u odamda bu sifat bo'lmasa, aytgan odamga qaytib keladi. Sen kofirsan deb bo'lmaydi. Ana shu ulamolar kofir bo'lishligini shartlarini aytgan. Qur'onda sarih oyatlarni birortasini inkor qilsa, dinda zarur deb aytilgan ishlar birortasini inkor qilsa, Allohga farishtaga ishonmasa bo'laveradi desa, namoz o'qimasa bo'laveradi desa, Qur'onni masxara qilsa, yirtib aql hushi joyida bo'lgan holda yirtsa, bir behurmatlik ko'rsatsa, mashqqa kirib bavul qilsa yoki tili bilan men kofirman deb aytmasa, boshqa o'rinda birovni kofir deyishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shu aytilgan 5 ta shartli inson aql hushi joyida, ixtiyori bilan majbur qilinmagan holda qilayotgan bo'lsa, uni kofir demay boshqa ilojimiz yo'q. Undan tashqaridagi odamga biz kofirsan deyishlikka juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Ahmad, Termiziy, Abu Dovud musnadida keltirilgan Usmon ibn Affon shahid qilinganda, mana bilamiz, ana shu Qur'on o'qib turgan joyda 80 dan o'tgan payg'ambarimiz ulug' bir sahobasini, Zinnurayn bo'lgan, payg'ambarimizdan jannatda xushobarni olishi sharafiga ega bo'lgan Usmon ibn Affonni o'tirgan joyda o'ldirishadi. Fitna bo'ladi. Rasululloh aytgan, mendan keyin fitna bo'ladi degan. Shu fitna bo'lganda ko'chada yurgan odamdan ko'ra uyda o'tirgan afzal deydi. Usmon ibn Affonni o'ldirgani kelishganda aytadiki, meni o'ldirmanglar. Rasululloh menga mana bunday va'dalarni bergan deydi. O'ldirganda tek turadi, o'ldirish chiqib ketadi. Shu islom tarixidagi bir shunday bir hollar bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqos, payg'ambar alayhisolamning ulug' sahobalaridan, Ashara-i Mubashsharani bittasi. Juda ko'p futuhotlarda qatnashgan, juda ko'p joylarda fath qilgan ulug' sahobaga kelishadida, "Ey Sa'd" deyshadi. Siz juda ko'p jihodlarda qatnashgansiz. Juda ko'p g'azotlarda bo'lgansiz. Urushda nimaligini bilasiz. Fitna bo'lyapti ko'chada. Usmon roziyallohu anhu o'ldirishdi, musulmonlar ikkiga bir urushyapti. Chiqib shu muammoni hal qilishga siz haqlisiz-ku. Chiqib hal qilib qo'ymaysizmi deganda Sa'd ibn Abi Waqqos aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitgandim deydi. Tez kunlarda o'rtangizda fitna bo'ladi. Shunda ko'chada shu fitna bo'layotganda, ko'chada kezib yurguchidan ko'ra uyda o'tiruvchi afzal dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos shu hadisda aytayapti. Shunda bir kishi so'radi Rasulullohdan, "Ya Rasululloh, agar men uyimga kirib o'tirsam, fitnaga aralashmasam, meni ustimga kirib aytsa, agar shu fitnaga chiqib biz bilan qatnashmasang, seni o'ldiramiz desa, nima qilishim kerak?" deganda, "Odamning maqtul bandasidaqa bo'l, qotil bandasi bo'lma" dedi. Qobildaqa bo'lgan, "Men seni o'ldiraman" deganda akasi, ukasi aytdi, "Men senga qo'limni cho'zmayman" dedi. "Guvohlik beraman" dedi Sa'd ibn Abi Waqqos. Usmon Rasulullohning shu hadisga amal qildi dedi. Uyiga o'ldirgani kirib, qilichini ko'targanda ham qilichini ko'targani yo'q, musulmonga chopmadi. Musulmonga qilichini ko'tarmadi. "Izaltaqal muslimayni bisayfayhima falqatil wal maqtulu fin nar" dedi Rasululloh. Ikkita musulmon qilichini ko'tarib bir-biriga o'qtalib kelsa,
bittasi ikkinchisini o'ldirsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda dedi. Ikkita musulmon bir-biriga qilichni o'qtalib kelib, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, ikkalasi ham do'zaxda. Ya Rasululloh, ha bunisi-yu o'ldirib do'zaxda bo'lar. Ha nariga o'lganda nima ayb? U nimaga do'zaxga tushadi desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ha u ham qilichini ko'tarib qasd qilganmidi o'ldirgani? Juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Juda ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Bunaqa fitnaga aralashmaslik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday fitna sodir bo'ladi dedi. Sahih hadislarda keltirilgan. Bilmaymiz bu hadislarda akalar, ko'pchiligimiz. Fitna sodir bo'ladi. Qo'yi bor odam cho'lga qo'yni haydab chiqib ketsin, fitnaga aralashmasin dedi. Tuyasi bor odam tuyasini berib sahroga chiqib ketsin, aralashmasin dedi. Dehqonchiligi bo'lsa chiqib dehqonchiligini qilsin, aralashmasin. Agar dehqonchiligi ham, tuyasi ham, qo'yi ham bo'lmasa uyiga kirib qilichini tosh ko'rib o'tirsin dedi. Ya'ni nima qilsin? Qilichini o'tmas qilib o'tirsin, fitnaga aralashib qolmasin dedi. Ya Rasululloh, meni tuyaman bo'lmasa dedi bitasi. Qo'yiman bo'lmasa, ekin-tikinman bo'lmasa, uyimga kirib toshga qilichim urib o'tirgan bo'lsam, shunda ustimga kirsa nima qilay desa, indamay turib ber dedi. Chunki bitta musulmonni o'ldirib, jahannamga ravo bo'lgandan ko'ra maqtul banda bo'laverdi aytayapti. Odamda qobil farzandaqa bo'laverdi deyapti. Sa'd ibn Abi Waqqos Alloh o'rtaga qo'yib guvohlik beraman, Usmon payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallamning hadisiga amal qildi dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos shu hadisda aytib turib aytadi. Mayli deydi. Men chiqib shu muammoni hal qilib beraman deydi. Faqat bitta shartim bor deydi. Menga qilich olib kelinglar. Bu qilichda ikkita ko'zi bo'lsin, tili bo'lsin. Sahih hadislarda kelgan. Men juda ko'p jihodlarda qatnashganman, urushni nimaligini bilaman deydi. Men jang maydoniga kelib qo'limga qilichni olganimda men ajrata olmayman. Ro'paramga kelganini chopaman deydi. Shu ko'zimga qon to'lib, hech narsani hal qilib, hech narsani ajrata olmay qolgan paytimda qilich shuni ko'targanimda qilich aytsin, ko'zi bilan ko'rib, tili bilan aytsin. Bu musulmon, buni choppa desin. Bu musulmon emas, buni chop desin. Shunaqa qilish topib bera olasizlarmi deydi. Ya'ni nima qilmaylar deyapti? Aralashtirmaylar meni fitnaga deyapti. Ketdimi? Ketdi. Unaqa gap bo'lmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni maqtul bandasi bo'lib qo'yaver deyapti. O'ldirma bitta musulmonni deydi. Endi uyga o'g'ri kirishligi boshqa masala. Agar shunasi haylarlar kelayotgan bo'lsa, uyga o'g'ri kirgan bo'lsa, uyga bostirib kirgan bo'lsa, bu o'g'ri bilan olishib o'lsa shahid bo'ladi degan payg'ambar vasallam. U yota olmaylik, boshimiz o'rab. Chunki bitta o'zini molini himoya qilib o'lsa shahid bo'lib ketadimi? Shahid bo'ladi, chunki hayotga o'g'irlik degan zulmni yo'lini to'syapti bu odam. Bu shahid bo'lib hisoblanadi. Ana shahidlik deqasi kelib qopti agar o'g'ri tushgan bo'lsa. La tuqtal nafsun zulman illa kana ali ibn Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Mana sahihaynda keltirilgan yer yuzida zulman bitta odamning bolasi o'ldirilgan ekan dedi Rasululloh. Albatta odamning birinchi bolasi Qobilga mana shundan bir ulush bor, gunohidan ulush borib turadi. Chunki yer yuzida qotillikni birinchi bola mana shu boshlagan deydi. Qarang, qanaqa ishni olib ketgan ekan. Demak, insonga bir narsa o'rgatayotganda so'kinishdi emas bolalar. Kalimani o'rgatib qo'yaylik-da jiyanlarimizga. Bitta so'kib qo'y demasdan. Alhamdulillah o'rgatib qo'ying-da. Ko'chadan keling, 5 so'mga bitta qand beradi. Kel o'tir, qulhuvallohni qaytar bitta, men bolam. 3 kunda yotlatib qo'yasiz. Bizda ilmi yo'q unaqa katta odamlarga o'rgatadigan. Lekin eng kamida alhamdan o'rgatib qolaymiz jiyanlarimizga. Umrining oxirigacha o'qigan Fotihasidan sizga ajr bor emasmi? Demak, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak ekan. Chunki yomonlikni kim narda o'ynashni o'rgatib qo'ying. Bo'ldi, umrining oxirigacha o'ynagan nardasan sizga nima bor? Ulush bor. Yaxshilikni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mana odamning farzandlari ko'paydi, Qobilda ham farzandlar ko'paydi. Sohilda fisq fujur ko'paydi. Odam alayhisalom umri 1000 yil edi. Lekin 960 yil yashadi. Imom Termiziy Muslim kitoblarida, musnadlarda keltirilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan aytiladi hadis. Alloh Odam alayhisalomni yaratib bo'lib, uni umurtqasini, zohirini siladi va
qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni, zurriyotlarini, ruhlarni yaratdi. Har bitta ruhni peshonasida nurni yaratdi deydi Rasululloh. Shunda Odam alayhisalom qaradida ana shu ruhlarning ichida bitta ruhni peshonasidagi nuri nihoyatda bir chiroyli edi, yorug' edi. Va so'radi Odam alayhisalom: "Ey Parvardigoro, kim bular?" dedi. "Seni qiyomatgacha yashaydigan zurriyotlaring." Ana shu peshonasidagi nuri boshqalarnikidan chiroyli bo'lib turganga qarab, "Bu kim?" deganda, "Bu zurriyotingizni oxir zamonda yashaydigan farzandingiz. Bu Davud alayhisalom" dedi. Davud alayhisalomni zamonda oxiri deyapti Alloh taolo. Vaqtni tez o'tayotganligi qiyomatning alomatlaridan bittasi, birodarlar. Kecha Ramazon bo'ladi deyatdik. Bugun 24-kunda o'tkazyapmiz. Jinda fikr qilaylik-da, ammo do'pini yerga qo'yib qo'yib turib. Kecha 15 ga kirdik. Kecha uylandik. Qaraylik-da. Dunyo hayoti bilan, dunyo g'am tashvishini shu qavorib ketyapmizki, vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Agar qor yog'masa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Agar o'rik gullamasa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Qiyomatning alomati emasmi bu? Shunda ana shu peshonasidagi nuridan ajablangan Odam alayhisalom: "Parvardigor, bu farzandimning umri necha yil?" deganda 60 yil dedi. "Zid meni umri 40 sana." Parvardigor, meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ygin unga dedi. O'zini umridan 40 yil o'tkazib yubordi. Alloh azza va jallaning qudrati, Alloh qodir zot o'tkazib qo'ydi. Odam alayhisalomning umri 960 yil o'tganda hadisda keladi, o'lim farishtasi uning oldiga keldi. Shunda har bitta payg'ambar, birodarlar, qancha umr ko'rishligini bilgan va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan, magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasangiz qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan, qiyomatgacha yashaysiz ya Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qo'l ostida bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqiga duo qilib turganda payg'ambarimiz holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh nima bo'ldi o'tkazganda? Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki: "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qo'l ostida bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot etolasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilaylik-da, tirik bo'lganda nima bo'lardi?" Deganda hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda tanlagan emas dedi. "Valal axiratu khayrun laka minal ula, val axiratu khayrun va abqa." Ey Muhammad alayhisalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlikni? Musa alayhisalomga o'lim farishtasi kelganda, mana hadislarda keladi, bir chapaloq qo'ygan ekan. Farishtani izn so'raganda jonni olishlikka. Allohning huzuriga borib qaytib tushgan ekan Azroil alayhisalom. Alloh taolo sizga salom aytdi va dedi Azroil alayhisalom: "Kaftingizni sigirni ustiga qo'ying." Mana shu kaftingizni tagiga sigirni ustidagi tukidan nechtasi jamlansa, har bitta tukiga 1 yilda umr ko'rasiz ekan dedi. Musa alayhisalomning qavmi qanaqa muomala qilganligini yaxshi bilamiz. Shuncha mashaqqat ko'rgan Musa alayhisalom ham o'lgisi kelmagan ekan avvaliga. Yashagisi kelgan ekan. Keyinchi desa, ana shu yillar tugagandan keyin baribir joningizni olaman desa, unda hozir olavering degan ekan. Birorta payg'ambar dunyoda qolishi taklif qilinganda xolagan emas. Bizning payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam alayhisalomga o'lim farishtasi kelganda, "Axir umrimdan yana 40 yil bor-ku" degan ekan. Esdan chiqarib qo'ygan ekan. O'shuning uchun unutuvchi inson deb nomlangan ekanmiz, birodarlar. Inson degan so'zni o'ziga nisyon, arab tilidagi unutish degan so'zdan olinadi. Nasiya degani nima degan ekan? Unutdi degan ekan. Shuning uchun inson degani unutuvchi ekan. Odam alayhisalom inkor qildi, zurriyati ham inkor qiladigan bo'ldi Rasululloh. Odam alayhisalom unutdi, zurriyati ham unutuvchi bo'ldi. Odam alayhisalom xato qildi, zurriyati ham xato qiluvchi bo'ldi. Odam alayhisalom vafot etdi. Vafotidan 1 yildan keyin Havvo ona ham vafot etdi.
Mana Odam alayhisalom Hobil vafot etgandan keyin Alloh taolo Odam alayhisalomga shisni berdi. Ya'ni hibatulloh, ne'matulloh. Odam alayhisalom vafotidan keyin shis payg'ambarlikni qo'liga oldi. Abu Zar G'iforiy aytadi mana sahih hadislarda Alloh 100 ta sahifa nozil qildi, shisga 50 tasini tushirdi dedi. Insoniyatda ana shu boshlanish davri tanzimga, tartibga muhtoj edi. Alloh taolo sahifalar nozil qildi va inson hayotini tartibga keltirdi. Alloh taolo tomonidan o'rgangan ilmni Odam alayhisalom shisga o'rgatdi. Hadislarda keladi, kun tun hisoblarini, shu vaqtlarda qiladigan ibodatlarni va barcha ishlarni o'rgatdi. Imom Ahmad Musnadlarda keltiriladi hadislarda Abu Zumrat as-Sa'didan Madinada bir kishi so'zlayotganini ko'rdim deydi. Abu Zumrat as-Sa'di. Kim deb so'radim. Aytishdiki, bu gapirayotgan odam Ubay ibn Ka'b deydi. Olim edi u kishi. Qur'on tafsirini bilgan ulug' olimlardan edi. Odam alayhisalomga endi Ubay ibn Ka'b gapiryapti. Odamga o'lim soatlari yaqinlashganda farzandlariga aytdiki, men jannat mevalaridan yegim keldi. Bir top olib kelmaysizlarmi deganda farzandlari yerda turib jannatning mevalarini istab chiqishgan ekan. Yo'lda ketayotganda bu farzandlari qo'llariga kafan va ko'mishlikka kerak bo'ladigan barcha jihozlarni olib inson suratida kelayotgan farishtalarga yo'liqishdi. Hali odam Hobildan tashqari hech kim o'lmagan edi. Qanaqa qilib ko'mishni bilishmas edi. Odam alayhisalomni ko'mgani kelayotgan bo'ladi bu farishtalar. Bu mana Imom Ahmadda keltirilgan ekan. Ha odam farzandlari, qayoqqa ketyapsizlar? Ha otamiz kasal, jannat mevalaridan yegisi kelib qopti. Shuni istayapmiz deganda qaytaveringlar. Otanglar vafot topdi deydi. Odam alayhisalomga ana shu o'lim farishtalari, o'lim farishtasi va boshqa farishtalar kelganda Havvo ona tanib qolgan ekan farishtalarni. Chunki jannatda birga bo'lganda va haligi qo'ylar endi deganda qilib o'rtaga tushmoqchi bo'lganda Odam alayhisalom aytgan ekanki, ilayki anni degan ekan. O'ting bu yoqqa degan ekan. Innama utaytum min qibaliki. Boshimga nima kun tushsa sizda tushdi. Ma'q o'ting degan ekan. Robbimni farishtalar bilan meni o'rtamga xoli qo'ying. Parvardigorimning huzuriga ketishni xohlayman deydi. Odam alayhisalom vafot etdi, farishtalar yuvishdi, kafanlashdi, janoza o'qishdi, ko'mishdi va ey odam farzandlari, hadihi sunnatukum. Mana shu ish sizlarga sunnat dedi. Odam alayhisalom 960 yil yer yuzida yashadi. Tamomiy taqvo. Kullu bin adama xattoun deymiz. Bir gunoh qilib qo'yib turib, endi odam bolasi borki xato qiladi, xato qilishlarda yaxshisi tavba qiluvchi birodarlar, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta yer yuzida biror marta qaytib xato qilmagan ekan, birorta gunoh qilmagan ekan. Otamizning bolasi bo'laylik. Shis alayhisalom payg'ambarlik otasidan oldi, adolat bilan hukm yuritdi, lekin sohildan fisq fujur ko'paydi. Qobil zurriyoti o'rtasida qatl, boshqa ma'siyatlar ko'paydi. Shis alayhisalom shariatida Qobilni bolalariga borib qo'shilishlik harom hisoblangan edi. Ibn Abbosning oldida astagfirullah va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya'ni birinchi johiliyat davridagidaqa yalang'och bo'lib chiqmanglar degan oyat o'qilganda Ibn Abbos mana shu oyatni sharhlab aytdiki, odamning ikki farzandi dedi. Ko'paydi. Tog'da Shis bilan qolganlar, sohilda Qobil bilan qolganlar. Tog' kishilari tog'da qolganlar. Erkaklari chiroyligida, ayollari unchalik go'zal emas edi. Endi sohilda yashagan Qobilning zurriyotini ayollari chiroyligida, erkaklari unchalik chiroyli emas. Ibn Abbosda keltirilgan. Shayton sohilda yashaydigan odamlarning bir uyiga yosh yigit suratida xizmatkor bo'lib ishga yo'llandida, sekin-sekin musiqa asboblarini yasab, ularga chiroyli ovozlarni chiqarib ko'rsatib berdi. Sohildan chiroyli ovozlar tog'dagilarga eshitila boshladi. Ba'zi bir odamlar tog'dagilar sohilga borib ozgina quloq solishdi. Shu suratda vaqt o'tdi. Sohildagilarda bir kun hayit bayrami bor ediki, ayollari yalang'och bo'lib o'yinga tushib berardi. Tog' kishilari bo'lib tomosha qilib turardi-da, ayollarning chiroyligini ko'rib, ularga bir boshqacha nazar bilan qarashdi. Shunda aralashmasdi, faqat tomosha qilib turishardi. Tog' kishilardan bittasi jur'at qilib bordi, aralashdi, keldi-da bo'ladam chaqirib ketdi. Ana shunda birinchi marta zino sodir bo'ldi. Ya'ni nimadan boshlanyapti zino? Yalang'och bo'lishidan boshlanyapti.
Shunday zamonlar keladi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda. Kiyimli yalang'ochlar paydo bo'ladi. Birodarlar, Imom Shofiy bir marta o'qib yodlab oladigan narsasini 3 marta, 4 marta o'qib zo'rg'a yodlagandan keyin ustozi vakilga nimaga meni zehnim pasayib ketdi? Har kuni bir marta o'qib yodlardimmi bu narsani desa, hozir kelyapti, nima ish qildingiz deydi. Domlasini olib qarasa, bir ayol kishini tovoni ochilib qolgan bo'lar ekan. Tovoniga ko'zi tushib qolib, 75% aqli ketib qolyapti zehni. Birodarlar, bizning kallamiz yana ham tutab ketmayapti. Bilib qo'yinglar, har safar qaraganimizda aqlimizdan inson bitta gunoh qilar ekan, aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Bir marta gunoh qilamiz, rizqimiz qiyiladi. Hadislarda keldi, odam bolasi o'zi qilgan gunoh tufayli rizqini qirtaytirib oladi, deyapti. Ko'zimiz yerga olib qochayotganda birodarlar, biz aqlimizni ehtiyot qilyapmiz, rizqimizni ehtiyot qilyapmiz, Parvardigorimizning muhabbatiga sazovor bo'lyapmiz. Qaradingiz ham, deng, boring qaradingiz ham, mana oxirigacha qaradingiz. Shu Bakovoydan ham qarab qo'ydingiz orqasidan. Shax chiqdimi? Ko'ringlar-da, qaysi daraja olib ketdik. Imom Shofiyda pokizaligini qarangki, tovoniga, u oyoqni bu yog'i avrat hisoblanmaydi, oshig'ida past ayol kishiniki. Tovoniga ko'zi tushib qolganda zehniga shunday ta'sir qilgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turdi, bir sassiq havo keldi hidi. Falon joyda munofiqlar yoki yahudiylar bizni g'iybat qilyapti dedi. G'iybatni hidini sezishgan ekan. Chunki ular g'iybat qilmaganligi uchun sezgan. Biz nimaga hozir sezmaymiz desa, biz toza havoda olmadik hali bir amatda. G'iybat hidini farqlashlik uchun. Shunday emasmi? Biz ana shu g'iybat hidini hidi o'rganimizdan toza havoda farqiga bormay qolganmiz. Xuddi shunga o'xshaganda ko'zimiz zino qilaverganligidan, ishtonsiz avratini ochib yurganlarni ko'raverganligimizdan oddiy narsa bo'lib ketgan. Hajga borgan birodarlar, o'sha 20 kun yurganmisiz, 30 kun yurganmisiz, umuman ayol kishi unaqa avrat ochilgan holda ko'rmaysiz-a? 20 kun, 30 kun yurganingizdan keyin kelsiz, nadigilar shaytonga o'xshab ko'rinadi. 5-6 kundan keyin normalniy bo'lib qoladi ham yo'q. Ya'ni ko'zingizga o'tirib qolgan bo'ladi haligi. Zino ana shu kiyimni yo'qligidan boshlangan ekan birodarlar. Undan tashqari qaytarib aytamiz, rizqimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Gunoh qilishimiz. Shis alayhisalom o'zini qavmini qaytarishga harakat qildi, lekin ko'pchilik u yoqqa aralashib ketdi sohildagilarga. Ana shu paytda Shis alayhisalomdan keyin Idris alayhisalomni Alloh taolo payg'ambar qilib yubordi. Idris ibn Yarib, ibn Mihlail, ibn Qinan, ibn Anush, ibn Shis, ibn Adam. Idris alayhisalomning 5-bobosi Shis alayhisalom bo'lyapti. Odam alayhisalomning oxirgi 120 yillik hayotiga Idris alayhisalom guvoh bo'ladi. Ya'ni 120 yil oxirgi hayot qolganda Idris alayhisalom tug'ilgan bo'ladi. 6-nevarasi Idris alayhisalom. Hadislarda keladi, Odam va Shisdan keyingi birinchi payg'ambar Idris deyiladi va birinchi bo'lib qalam ushlab yozgan kishi ham mana shu Idris alayhisalom deyiladi. Ibn Kasirda u kishining sifatlari keltirilgan ekan, qomati kelishgan, chiroyli yuzli, soqollari quyuq, uzun bo'yli, suyaklari yo'g'on, oriq, ko'p sukutli, xotirjam edi. Agar yursa ko'proq ko'zlari yerga qarab turar edi. Ko'p fikrli, mahzun kishi edi. Idris alayhisalom Shis alayhisalom shariatini davom etkazdi, ba'zi qo'shimchalarni kiritdi va Alloh taolo birinchi bo'lib Idris alayhisalomga jihad qilishlikni farz qildi. Chunki sohilliklar tog'lilarni o'ldirishga o'sha jur'at qilishni boshlagan edi. Haddidan oshganda bularni joyiga qo'yib qo'yish kerak edi. Va tarixda birinchi marta otlardan iborat bir qo'shin tuzdi, otliq qo'shin tuzib va ana shu Qobil zurriyotini qirib tashladi. Asir oldi, lekin o'lja olmadi. O'lja olishlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga halol qilingan edi. Asir oldi, ularni qolganlari qo'llarda bir asir bo'lib qolib ketdi, ularni yo'q qilib tashlashdi. Idris alayhisalom haqida Qur'onda bir o'rinda mana oyat nozil bo'lgan. Vazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya va rafa'nahu makanan aliyya. Mana shu Qur'onda Idrisni zikr qiling, eslang. Albatta u rostgo'y payg'ambar nabiylardan edi. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Oliy makonga ko'tardik degan so'zini mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltirilgan Me'rojga chiqqanda 4-osmonda Idris alayhisalomni ko'rganligi haqida payg'ambarimiz shunday bir so'zlarni aytgan. Juda ko'p mufassirlar, muarrixlar aytgan ma'lumotlar bor, lekin hammasi sahih emas. Isroiliyotdan bir ma'lumot olingan ekan, bu Isroiliyot qaytarib aytib qo'yamiz. Isroilda shunday deyilgan ekanki, Idris alayhisalomga Alloh azza va jalla aytgan ekan: "Idris, sizga har kuni
har kuningizga yer yuzida o'sha paytda qancha musulmon bo'lsa, hammasini topayotgan savobi qancha bo'lsa, har kuningizga shuncha savob yozaman sizga. Millionta odam millionta savob qilsa, har kuningizga millionta sizga shuncha savob yozaman deganda o'limdan qochib qolgan ekan. Ko'proq yashab olay emas, ko'proq savobga ega bo'lib oladi. Bu Isroiliyotdan. Shunda Idris alayhisalomga muqarrar qilingan farishtalarga aytgan ekanki, Azroil kelganda bir gaplashib qo'ymaysizmi? Jinni meni xoli qo'yib turmaydimi degan ekan. Shunda Azroil alayhisalom tushib kelayotganda farishta aytadi, endi Azroilga gapim o'tmaydi-yu, lekin bir ilojini qilamiz. Orqasiga opishib qanotiga. Osmonga uchib chiqib ketayotganda 4-osmonda uchrashar ekan. Azroil alayhisalom bilan haligi farishta. Orqasida Idris alayhisalom. Ey Azroil dedi farishta. Idrisni ozgina qo'yib tursangiz bo'lmaydimi desa, qani Idris o'zi desa, orqamda dedi. Azroil alayhisalom aytadi, subhanalloh. Alloh azza va jalla Idrisni jonini 4-osmonda oling deganda hayron bo'lgan edim. Odam bo'lsa, qana qilib 4-osmonga shu yerda joni olingan ekan. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Bu ana shu Isroilda keltirilgan ma'lumot ekan. Ana shu kiyim xususida. Ishimizda savdogarlar bo'lsa, qanaqa kiyim sotayotganimizga bir qarab qo'yaylik. Bitta odam zulman o'ldirilsa, Qobilga ulush bor ekanmi? Demak, ana shu yalang'och qilib kiyib yuradigan kiyimni sotayotgan birodarga ham ulushi bor. Yani qancha musulmonlarni avratini ochib yurishlikka nima qilyapti? Ko'mak beryapti. Endi u bilan topgan pulimizni qaraylik. U bilan topgan pulimizni yeb qonimizga tushganda ibodatimizni o'ylaylik, duolarimizni qabul bo'lishligini o'ylaylik. Inshaalloh keyingi suhbat Nuh alayhisalom xususida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.